Xitoy Ocean Blue Machinery kompaniyasiga xush kelibsiz. Biz shamollatish ventilyatorlari va qishloq xo'jaligi uskunalari bo'yicha mutaxassismiz. 2015 yildan beri Ocean Blue Machinery muhim sovutish uskunalarini ishlab chiqaradi. Bunga samarali chiqaruvchi ventilyatorlar va bug'latuvchi sovutish plitalari kiradi. Bizning ventilyatorlarimiz jim, energiya tejaydigan va korroziyaga chidamli ishlashi bilan mashhur bo'lib, uzoq muddatli samaradorlikni ta'minlaydi. Biz qattiq sifat nazoratini ta'minlaymiz. Xomashyolar nazorat qilinadi va har bir motor global moslik uchun to'liq sinovdan o'tkaziladi. Bizning ventilyator komponentlarimiz galvanizli yoki zanglamaydigan po'latdan chin usulida aniq ishlab chiqariladi. Ular yuqori havo hajmini, past qarshilikni va uzoq muddatli chidamlilikni ta'minlaydi. Ilg'or xorijiy uskunalarga sarmoya kiritish orqali biz mahsulotlarimizning eng yuqori sanoat standartlariga javob berishini kafolatlaymiz. Bizning avvalo sifat yondashuvimiz ishonchni mustahkamlaydi. Bizning ventilyatorlarimiz Nigeriya, Kambodja, Indoneziya, Hindiston, Filippin va Rossiyaga eksport qilinadi. Bizning vazifamiz jahon bo'ylab eng yuqori sifatli shamollatish ventilyatorlarini yetkazib berishdir. Sizni tashrif buyurishga va biz bilan hamkorlik qilishga taklif qilamiz.